Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, bizani ta'qib qiluvchilar. Bugun biza psixologga bo'lgan, ya'ni konsultatsiyamizni biz onlayn ravishda ko'rsatishga harakat qildik. Shifolovchi bir intervyu konsultatsiya bo'lsin deb va bunga masalan orqada mana qatnashib turganlar ham o'rganishi uchun ko'rgan insonlar ham anchalik yo'lini shu natijasida ancha yo'lini qisqartirib oladi degan umiddamiz. Chunki hamma ham uyda o'tirib, masalan, bor ayollar qishloqlarda, boshqa ularda konsultatsiyaga kelish, Toshkentga kelish, yaxshi psixolog topish balki imkoni bo'lmasdir. Qanchalik yaxshi endi uni bilmaymiz, natijaga qarab ko'ramiz, har bitta narsa oqimda bo'ladi. Marhamat, hozir qizimizni keldilar, mana bugun yozib qoldilar o'zlari ertalab. Sizni YouTubedan topdim, meditatsiyalaringizni qilardim, borsam maylimi deb. Bemalol dedik, darrov chaqirib oldik. Marhamat, ismlari mana. O'zingizni tanishtiring. Men Saygul ismim. Oldin dizayner bo'lganman. Hozirda kosmetologiya bilan shug'ullanyapman. Farmatsevtika institutiga tugatganman. Lekin qanaqadir bir pustotadaman-da, yo'lim topolmayman. Bo'shliqdasiz qanaqadir. Nima bo'shliq bu? O'zingizni topolmaslik degani? Bilmayman, может ayollik energiyasi yetishmaydi deb o'ylab qoldim. Nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin shunaqa o'ylashingizga? Chunki men turmushda davrimda polniy ro'zg'or o'zim qilganman, iqtisod men bo'ynimda bo'lgan. O'shancha qanaqadir erkalashib ketganman shekilli deb o'ylayman. Turmushda deganingiz? Hozirda ajrimdaman-da. Hozirda chiqqan, turmushga chiqqansiz, ajralgansiz. Turmush chiqqanman, 3 ta farzandim bor. Shu turmushda davrimda erim bilan 20 yil yashadim. 20 yil ro'zg'or bo'ynimda bo'lgan. O'shancha qanaqadir erkalashib ketganman, nima deb o'ylayman. Nima uchun siz ro'zg'or bo'yningizda bo'lgan? Eringiz borlar-ku. O'sha ishlamay qo'ygan. Oldin lekin ishlagan. Menda loyiqlik hissi yo'qmi? Tushunmayman. Ota-onangizda o'sha ko'rgan oila modelingiz qanaqa bo'lgan? Ularda dadam, onam ikkalovlari ham ishlashgan. Kassa bitta bo'lgan. Основной hamma xarajatlar dadam bo'ynlarida bo'lgan. Onam o'zlari ishlagan pullariga o'zlariga narsa olardilar. Tushganda direktor muavin bo'lib ishlaganlar. Faqat komandirovkada yurardilar. Qayerdan bo'lsa, faqat sovg'a olib kelishgan. Onam sovg'alarga ochiq qo'ygan, menga ham olib kelishgan. Lekin turmush chiqqanimdan keyin men sovg'a olmadim. Yoshligingizdan bitta fragment balki sizga keladimi? Sizni mana shu turmushi davomida shunaqa bo'lib ketishingizga, ya'ni kuchli bo'lib ketishingizga sabab nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Onangizga nisbatan ichingizdagi munosabatingiz qanaqa bo'lgan? Shu onam bilan munosabatim yaxshi bo'lmaganini yaqinda tushundim. Lekin bilmagandim shu paytgacha bilmasdim onam bilan shunaqa bo'lganini. Shu 5-6 yoshlarim, 4-5 yoshlarim eslab qoldim-da. Bir kun o'zimga savol berib, ikkita yosh bolalari bo'lgan onammi, o'shalarga qaraganda men o'zimga o'zim o'sganman ko'pincha. Nimaga o'zingizga o'zingiz o'sgansiz? Sizdan keyin farzand bo'lganmi? Mendan keyin ukam bo'lgan, ko'p kasal bo'lgan, faqat e'tiborlari unda bo'lganda. Shuning uchun juda ham mustaqil bo'lganman yoshligimda ham. Ularning pullari turardi, hisobini bilishmasdi-da. Xohlaganimcha olib tranzit qilardim, ishlatardim. Xohlasam kimgadir podarka olib bergim keladimi, boshqami, sinfdoshlarimni mehmon qilardim, borib bemalol ish qilib mehr qidirib yurganman. Siz ota-onangizdan ololmagan mehrni o'sha pul sarflash orqali olgansiz o'zingizga. Chunki bolalarda o'zi qachon bolalar ota-onasining pulini o'g'irlab ishlatishadi. Endi bu o'g'irlik deyilmaydi, bola o'g'irlik qilayotganini bilmaydi. Lekin bola ota-onasining pulini bekitib ishlatishining sababi ulardan aslida sevgi ola olmayotganini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Menga sizlarning sevgilar yetishmayapti deb, qaysidir ma'noda shu yomon yo'l bilan bo'lsa ham ularga o'zini e'tiborini tortishga harakat qilishadi. Bu asosan onaga bo'lgan mehringizni tashnoqligini bildiradi-da aslida. Onangizga ehtiyoji juda kuchli bo'lgan bolaligingizdan ola olmagansiz. O'sha narsani katta bo'lganimizda просто nima deydi, vaqt o'tishi bilan bilmaymiz, his qilmaymiz. Yig'laymaydi. Yig'lab olsangiz mana shu tiqilib turgan blok sizdan hozir chiqib ketish kerak bo'ladi. Tuyg'ular bizani mana shu blok tiqilib turadi-ku, chiqib ketmang. Mana shu sizni shu davrga qaytaraveradi, yosh katta bo'lganingizda ham. Qandaydir qilib bo'lsa ham
shu tuyg'uni olish, ya'ni yashab o'tish uchun shunaqa vaziyatni chaqiraveramizda o'zimizga. O'shaning uchun yig'lab olganingiz, chiqib ketgani juda yaxshi. Ukangiz bilan yoki singlingiz bilan orangizda farqi necha yosh bo'lgan? 2 yosh. O'sha 2 yoshligingizdan boshlab siz mustaqil bo'lmagansiz. Siz o'zingizga o'zingiz o'sgansiz. Siz uni hozir mustaqilman deb o'ylaysiz. To'g'rimi? O'z kunimni o'zim ko'rishim kerak ekan degan tuyg'u bilan bola yashagan va bu bola uchun juda og'ir. Chunki o'z kunini o'zi ko'rishni hali u bilmaydi qanaqaligini. Lekin buning uchun biz ota-onamizni ayblamaymiz. Ular zinhor aybdor emas. Siz hozir mana yashab turganingizni o'zi nafas olyapsiz, karyerangiz bor, sizga o'qish berishdi. Endi mayli, siz xohlagan sevgini bolaligingizda berisha olmagan bo'lishi mumkin. Lekin mana tirikligingiz, chiroyli narsalarni ko'rishingiz, do'stlaringiz bilan o'tib-o'tga borishingiz, tabiatni ko'rishingiz, ertalab quyoshni ko'rishingiz hammasini sababchisi onajoningiz bo'ladi, otangiz bo'ladi, to'g'rimi? Baribir ichimizda to'g'ri xafa bo'lamiz bir xil joylarida, lekin baribir o'shani har safar ertalab ko'rib shukur qilganingizda mana shu ularning vazifasini bajarib bo'lganini bildiradi. Siz ota-onangiz oldida hech qanaqa ota-onangiz sizni oldingizda qarzi yo'q. Faqat to'g'ri o'sha tushunmay qolgan, bolani tushunmay qolgan. Bola chunki kichkinaligidan analiz qilishni bilmaydi-ku, tahlil qilishni bilmaydi vaziyatni. O'shaning uchun buni haqiqat deb qabul qiladi. Onasini boshqa farzandga masalan mehr berganini, demak men keraksiz ekanman. U muhim ekan, unga yetar ekan, menga kerak emas ekan, demak deb o'zini keraksiz his qiladi bolaga. Bizani uyda muhimroq bari ukalarim ekan, men emas ekanman deb bu keraksizlik tuyg'usiga kiradi. Endi uni bola tushunmagani uchun kiradi. Aslida ota-ona uchun keraksiz emas, ota-ona uchun u bola ham juda kerak. Faqat qaysidir momentlarda o'sha 1000 tadan bitta momentda shunaqa bo'lib qolsa, shuni bola butun umrga pattern qilib ong ostiga yozib qo'yadi-da. Endi bu ham Allohdan bizga bekorga berilmaydi. Har bitta insonni komillikka chiqishi uchun Alloh bizga bitta nima deydi, shans beradi-da. Har bitta insonni yo'li bo'ladi o'zini komillikka erishish yo'li. Butun nima deydi, butunlay o'zingizni baxtli his qila olishingiz uchun qaysidir taqdirda sinovni berib qo'yadi. Sizga mana shuni bergan. Qiynamagan, kasalmassiz, Allohga ming qatla shukr. Masalanda bor dunyoda qashshoqlikda yashayotganlar bor, rak kasal bilan kurashayotganlar bor. Ming qatla shukr, hech kim biz unaqa emasmiz. To'g'rimi? Hozir shu narsaga o'zingiz ham mana aqlan yetasiz. Buni farqini bilmaymiz-ku, bolamiz, analiz qila olmaymiz. Shuning uchun bu hisga kirganingiz juda ham to'g'ri. Keraksizlik his qilganingiz juda to'g'ri his. Bu chunki bola his qiladi faqat, analiz qilishni bilmaydi. Va ota-onadan o'rganadi hamma narsani. Demak, bola ota-onadan keraksizlik tuyg'usini o'rgangan bo'lsa, ota-onangizda ham balki shu tuyg'u bor, o'tib keladi aslida ajdodga. Shu tuyg'uni yetkazib o'tkazib berishgan. Bu ham taqdirdan siz Alloh masalan dunyoga kelishingizdan oldin qanaqa taqdir o'tishingiz belgilangan, yozilgan bo'ladi-ku. Ularni o'zida shu tuyg'u bo'lgan bo'lishi kerak. Sizga shuni yaratib berishi uchun, to'g'rimi? Mana shu narsani endi ularni ham ayblay olmaymiz, ularni ota-onasidan o'tgan. Lekin buni tuzatsa bo'ladimi? Siz shu narsadan qiynalyapsizmi aynan? Yo'q, bunaqa yasholmayman deyapsizmi? Demak, sizning qo'lingizda bu ajdodning kaliti bor. Siz boshqa joyga o'girib, boshqa eshikni ochib, umuman chiroyli hayot bera olasiz. Sizdan boshlanadi mana shu ajdod o'zgarishi. Tushundingizmi? Hozir endi onangizni siz buni men aytgan narsalarim hamma psixologlar aytadi. Siz tushunasiz. Lekin tuyg'uni his qilib, uni chiqarish, blok chiqarish bizning hozirgi vazifamiz.